Ko'pchilik insonlar yotishdan oldin ertadan albatta namoz o'qishni boshlayman degan xayol bilan uyquga ketadi, lekin bu amalga oshmaydi. Shunday insonlarga motivatsiya sifatida qanday maslahat bera olasiz? Masalan, siz meni boshlig'im deb tasavvur qilaylik. Siz meni Mirzayev oldimga bir kirib keting, falon soatda desangiz, yoki har qaysimizni boshlig'imiz ishxonamizda chaqirsa, falon soatda oldimga kir desa, bormasligimiz mumkinmi? Yo'q, boramiz. Boramiz. Albatta boramiz. Alloh azza va jalla har birimizni bir kunda 5 marta huzuriga chaqiryapti. Deyapti. Dunyoni yaratib qo'ygan, borliqni yaratib qo'ygan, eshitaman deyapti. Mana shunday holatligini unutmasligimiz kerak-da. Namoz u biz uchun, bizni borishimizda Alloh uchun hech bir manfaat yo'q. Lekin boshliq aytayaptiki, ya'ni Robbimiz dunyoni yaratib qo'ygan, aytayapti, dardingni eshitaman deyapti. O'tir, gapir deyapti. Endi bu uchrashuvga istang hozir boring, istang umuman bormang. Bu sizga qolgan ish. Xohlasangiz bormasligingiz mumkin. Birim-biram. Lekin sog'lom odam lahzasida turadi. Hamma ishini yig'ishtirib lahzasida turadi. Masalan, yaqinda bir hikoya aytib berishdi. Bu bo'lgan voqea. Men endi ismlari esimda qolmagani uchun ertaga o'xshab eshitilishi mumkin, lekin rost bo'lgan voqea. Bir farzandsiz odam bor ekanda. Farzandsiz odam bor ekan, u odam shu Makka va Madinada Ka'bani oldida o'tirib, "Yo Rabbi, meni farzandim yo'q, menga farzand bermaguningcha bu yerdan ketmayman men" deb o'sha yerda duo qilib o'tiraverdi-da. Keyin tushiga kirsa, qandaydir bir nuroniy odam qo'liga, boyagi bir farishtalarga o'xshagan bir odam qo'liga tushida chaqaloq olib kelib beribdi. Keyin o'ylabdi, "Ha, men endi farzandli bo'laman shekilli" deb uyiga borib, o'sha kundan 9 oydan keyin farzandli bo'lgan ekan. Endi bu voqeani qarang. Bu voqeani bir davrada, bu voqeani eshitgan boshqa bir odam aytib berayotsa, o'sha davrada ham farzandi yo'q bir odam bor ekan. O'sha odam o'sha lahza, o'sha yerda o'zida turib Makka va Madinaga ketgan ekan. Men ham borib farzand so'rab kelaman. Tushunyapsizmi? Shu lahzani o'zida hamma narsani yig'ishtirib, o'ziga kerakli, o'zi uchun juda muhim bo'lgan narsani so'ragani ketyapti. Shu darajada bu bizni iymonimizning darajasi qanaqaligiga bog'liqda. Bu narsalarni ertak deb qabul qilishimiz mumkin, bu narsalarga rostdan e'tiqod qilishimiz mumkin, ishonishimiz mumkin. Masalan, Allohdan yaxshilab so'rasang albatta beradi degan gapga kimdir shunday ishonadiki, kimdir buni ya'ni o'zini mana bu yerdagi ishonchidan kelib chiqib hamma munosabat qiladi. O'shaning uchun namozni ertadan qoldirayotganlar yo hozirdan qoldirayotganlar katta bir muammoda deb o'ylayman. Va yana eng asosiysi o'sha oyna bo'ladigan do'stlari yo'qligidan deb o'ylayman.